va'daga vafo qilib bir joyga keldik, ammo oldingi safar bo'lgan ishdan ham kattasi bo'lyapti hozir. Aka, biz 80 turlar, 7 tasini biz 7 tasini osh yeymiz. Hozir kirib qo'rqib ketmaysiz aka. Sir bosadi ona aka. Yo'q. Necha kilo osh tayyorlayapsiz o'rta? 18 kilo osh, bugun 20 kilogacha. Qo'rqitadigan ekan haqiqatda. Assalomu alaykum. Qachamasdan akalar, qachamasdan sog'lar. Yetishyapti. 80 ta. 80 ta? Qoyil. 75 ta? 75 ta qoyil. Oxiri ko'rinmaydi-yu. Qancha qo'ymasizlarmi? Borish ham, tugash ham qiyin ekan, nimadir. Assalomu alaykum. Bo'ldi aka, bo'ladi. Bo'ldi aka, rahmat aka. Men ko'rib havas qildim. Sizlardan xalqqa bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Aka, qani? Yaxshimi? Necha sifatda jon aka? Endi hozir suyuq qo'yib 80 tadan oshiq hozir xizmatchilar ham bor baribir. Yana keladi, bir 15-20% kelgan yo'q hali. Davlat ishidaglar sekin keladi, ularga olib qo'yamiz osh.